Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya Radiosu'nun 28 may xəbərində Xitay Kompartiyasının 2017-ci il Şərq Türkistanda çoğun tutqun başlanış bilan məxfi hüccət düşürüb, atalmış qarançıqsız qalğan yaşanğanlar və balalar məsələsini həll qilishini tələb qilganligi aşkarlanğan. Aqsu gazetinin xəbər qilishicha, bu hüccət 2017 yılının başlarında atalmış Uyğur Avtonom rayonluq hökumət tərəfindən düşürülgən olub, hüccətdə qarançıqsız qalğan yaşanğanlar və yetim balalar məsələsini qoş mərkəzləşdirishni yol qoyuş arqılıq həll qilish tələb qilingan. Xitay Kompartiyasının 2017 yıl Şərq Türkistanda başlagan çoğun tutqunda 5 milyondan artıq Uyğur və başqa Türkiyə azsalıq millətlər tutqun qilinib, lagerlar qamalgan. Bəzi ailələrdən ayol bıraqlı tutqun qilinib, neçə 10 minglığan narisidi balalar və farzandlarının kütüşüge ehtiyaclıq yaşanğanlar qarançıqsız qalğan. Xitay hökuməti bu qarançıqsız qalğan balalar və yaşanğanlarını atalmış yataqlıq məktəblər namidagi balalar lagerlərə və atalmış sanatoriyalarga yığıb alğan. Bunun bilan nurg'un Uyghur aileler vayron bo'lgan. Xalqaro mutaxassislar Xitoy Kompartiyasining oilalarni vayron qilib, balalarni oilasidan ayirib etish harakatining irqiy qirg'inchilik tashkil qilganligini ilgari surgan. Aqsu gazetining bildirishicha, navbatda Aqsu viloyati atalmış Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq hukumatining yaşanğanlarni markazlik kutish va yetim balalarni markazlik beqish tuzumini umumyuzlik o'rnatishni yo'l qo'yish to'g'risidagi fikri nomli hujjatni to'liq amaliylashtırib, yaşanğanlarni kutishni 100% ga, yetim balalarni beqishni 100% ga yetkazganligi, yaşanğanlar va balalar masalasini atalmış unumli hal qilganligini xabar qilgan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning tug'ilish nupusi yildan yilga azayib, Xitoy hukumati tug'ut siyosatini ko'p qatam bo'shatgan bo'lsa-mu, ammo muvaffaqiyat qozonolmagan. 31 may kuni Xi Jinping siyosiy biro yig'iniga riyosatchilik qilib, 3 bola siyosatining yo'l qo'yilganligini e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasi Xinhua agentligining xabari qaraganda, Xi Jinping 31 may kuni siyosiy biro yig'ini chaqirib, 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan 14-5 yillik plan mezgilida nupusning qayrishiga taqobil turishdagi asosliq siyosat va tadbirlar to'g'risidagi dokladlarni anglagan. Hamda uzun muddatlik va tangpon nupus taraqqiyotini ilgari surish uchun tug'ish siyosatini a'lolashtirish qarori va boshqalarni qarab chiqqan. Yig'inda yaqinqi yillardan buyon Xitoy nupusining qayrilishi favqulodda oshganligini, shunga har bir oilaning 3 balliq bo'lish strategiyasining yo'l qo'yilganligi va nupusning qayrilishiga qarata Xitoyning nupus qurilmasini yaxshilash tadbirlarini qo'llaydiganligini e'lon qilib, har darajalik organ tashkilotlarni tug'utdan keyingi dam olish va tug'ut sug'urtasi sistemasini yaxshilab, baj, turalg'u va boshqa qo'llash siyosatlarini kuchaytirib, ayollarning ishga o'rinlashishidagi qonunli huquqi va manfaatini qo'g'dish kerakligini, yolg'iz farzandlik oilalar va yezilardagi piranliq tug'utli qo'sh qiz oilalarga qarata 2 balalik siyosatni umumyuzlik tanglashdan ilgari hozirgi rag'batlantirish, yordam berish sistemasi va e'tibor siyosatlarini davomli yo'l qo'yilish kerakligini bildirgan. Hozir Xitoydagi nupus krizi Xitoy Kompartiyasining piranliq tug'utni yo'l qo'yganligining nachar oqibat natijasi deb qaralgan. Xitoy Kompartiyasi 70-yillarning oxirlaridan boshlab bir farzandlik bo'lish piranliq tug'ut siyosatini yo'l qo'yib, har qaysi joylarda majburiy bola tushirish, majburiy bog'dirish, ortiq tug'ilganlarga jarimani qo'yish, ayollarga zo'r ofat va azob olib kelgan. Az deganda 400 million bovoqning o'lishini keltirib chiqargan. Shuning bilan Xitoyning tug'ish nisbatining tuvanlashishini va yashanganlarning eg'ir qerishini keltirib chiqargan. Navbatda Xitoy Kompartiyasi piranliq tug'ut siyosatini bo'shatib, yoshlarni balaliq bo'lishga ilhomlantirgan bo'lsa-mu, nurg'un yoshlar turalg'u va ma'rif qatorliq har xil iqtisodiy besimlar, shundaqla Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan norozilik sababidan tug'ut orzusiga parvo qilmagan. Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi kishilik huquq xotirasi va boshqa masalalar tufaylidan G'arb ellarining 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilish chaqiriqi kun sir kuchaymoqda. Amerika parlamentining har ikki partiyasining vakillari 28 may juma kuni Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini qo'llaydigan shirkatlarni jazolash qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Amerika Van palatasi qonun loyihasini sunib, Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini qo'llaydigan yoki savdo qiladigan shirkatlarga jazo yurgizishni talab qilib, ularning federativ hukumat yoki harbiy aslahalarni o'z ichiga olgan federatsiya aslahalariga mahsulot yoki mulozimat setishini cheklagan. Mazkur qonun loyihasi ma'muriy organlarning boshliqlari va Amerika davlat mudofaa ministrligining Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasi yoki xalqaro olimpik komiteti bilan savdo hamkorligi bilan shug'ullanadigan shirkat yoki shaxslar bilan to'xtam tuzmasligini aniq talab qilgan. Agar aloqador shirkatlar yoki shaxslar Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga yordam berish mablag'ini qaytarib olsa, qo'yilgan cheklamalarni munosib holda bekor qilindi ekan. Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasining organ tor bekitining xabariga qaraganda, ularning hozirgi asosli hamkorlik sheriklari Coca-Cola qatorliq davlat alqagan shirkatlarni o'z ichiga oldi ekan. Təklifni qo'llovchilarning biri bo'lgan Florida Cumhuriyetçiler Partiyasining vakili Mike Walters bu shirkatlarning yo federativ hukumat bilan savdo qiladiganligini
yoki Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini davomli qo'llaydiganligini, ularning navbatdagi vaziyatga qarata to'g'ri tanlashini umid qiladiganligini, olimpik tanarakat musobaqasini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qiladigan davlatda o'tkazmaslik kerakligini bildirgan. Bloomberg agentligining xabar qaraganda bu taklif Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi va Cumhuriyetçilik partiyasining rahbari Kevin McCarthy'ning taklifidan bir qadam ilgarilagan bo'lib, bu parlamentdagi ikki partiyaning Sharq Turkistondagi kishilik huquqining davomli ziyonkashlikka uchrashi va Xitoy virusining kelib chiqishini yushirishdan umidsizlanganligini aks ettirgan. Amaliyotda 2019 yil noyabr oyida Washington aqlli ambiri Amerika korxona institutining bexatarlik va mudofaa ishlari tadqiqotchisi Michael Mazza Amerika hukumatini dunyodagi har qaysi davlatlarni ittifoqlashtirib, Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini boykot qilishga chaqirib, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'in qilishni maqsad qilganligi uchun qishliq olimpik tanarakat musobaqasini o'tkazish huquqidan mahrum qilinish kerakligini o'ttirib qo'ygan ekan. Nurg'un kishilarning tirnoqining atrofiga pat-pat attikan paydo bo'lib qoladi. Ba'zilar buni tishi bilan yoki tirnoqi bilan yo'lib o'tishni tanlaydi. Natijada texmi kichik ta'tir tikan eshib qilib, beoromlik his qilib, uni pokiz tozalab etmoqchi bo'ldi qilmaydi. Undaqda bu attikan zodi qanday shakllangan? Odatda qanday bir taraf qilish kerak? Attikan degan nima? Qanday paydo bo'lib qoladi? Attikan chiqish qarmoqqa kichik masala bo'lsa-mu, amaliyotda bu bir xil ko'p uchraydigan tirnoq atrofidagi teri masalasi. Nima uchun put tirnoqi va badandagi boshqa o'rinlarda attikan paydo bo'lmaydi? Amaliyotda bu o'rindagi terining anatomiyalik tuzilishi bilan munosabatlik. Chunki tirnoq atrofidagi bu kichik doiradagi teri intayin ojiz, uning ustiga tuk xaltasi, tar bezi va teri yog' bezi yo'q. Teri yog' bezining nima ekanligini ko'pchilik ancha aniq bilmasligi mumkin. Teri yog' bezi bo'lsa, may ajratib chiqarib, teri munguz qavati o'lik terining sirtqi yuzini yepib, munguz qavatidagi suvning parlanib ketishini azaytish rolini o'ynaydi. Faqat yetarli suv tarkibi bo'lgan munguz qavati ondan ostidagi teri hujayralari bilan zich berikalaydi. Qo'lning tirnoq atrofidagi bu kichik doiradagi teri alohidaligining foydali tarafi mangu doniqroq chiqmaydi. Lekin yomon tarafi shuki, bu yerdagi terining munguz qavati nihoyat osonlik qurg'oqlashib ketadi. Uning ustiga bu yerdagi teri barmoq va yuz terisi qaraganda texmi nefis. Kerilish kuchimi bir qadar cho'ng bo'lib, sirtqi kuchning surkilishiga duch kelganda terining girva qismi osonlik qurg'oqlashib yerilib ketadi. Kichik yeriqchilar surkilib, cho'ngiyib, attikan paydo bo'ladi. Attikan o'sib qolish vitamin kamlikdan bo'lganmi? Xalq orasiga izchil tarqalib yurgan attikan vitamin kamlikdan kelib chiqqan degan qarash xato. Yuqorqi tushuntirishlardan shuni aniq bilish kerakki, doim attikan o'sib qolishining haqiqiy sababi shuki, tirnoq yiltizi atrofidagi bu teri qurg'oqlashish fizikalik surkilishdan kelib chiqqan. Buning vitamin kamlik bilan munosabati yo'q. Alohida vitamin to'liqlashning hojati yo'q. Attikan chiqishning oldini olish uchun odatda qo'lni yuvib bo'lgandan keyin, bo'libmi havo qurg'oq fasllarda qo'l asrash mayni davomli surib, qisman terining muvofiq namlikka kafolatlik qilish kerak. Uning ustiga qo'l asrash mayidagi may suvning parga aylanib ketishining ma'lum darajada oldini olib, terini qo'g'daydi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.